Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Bugungi sanaga esa 2025-yil 7-mart kuni bu prinsipimizni xudo xolasa hozir dastavka qilib jo'natamiz. Buning razmeriga keladigan bo'lsak, eni 1.70 bo'ldi, uzuni 2.5 bo'ldi. Poldan balandligi 1.60 bo'ldi. Mol tashish uchun, mana qora mollarni tashish uchun. Qalin poldan 3,5 kg qalin poldan qilib berdik mana. Bemalol moldan kirib turaveradi. Furalar yaxshi tempdan qo'yib berdik. Furalarga qo'yiladigan mana. Furalarga qo'yiladigan yaxshi tempdan qilib berdik. Mollar bemalol chiqaveradi. Bu o'rta 50 sm bo'ldi. Bu o'rta 50 sm kontinent listdan bo'ldi. Bu o'rta ham qattiq list mana. Risollar baquvvat risoldan mana. 1.76lik 2,5-2 tonna bemalol ko'taradigan risollardan. Amazator hamma narsasi. Bu 15 lastikli balonlar, yangi freylar juda ham baquvvat. Mana bu yerda kuzov nomeri, mana bu yerda bilkasi. O'zlarida parkovkalari bor ekan. Mana bu kamar sharovoyindan qo'yib beradi, u suvarga qildirib yuboradi, jo'natamiz uni. Bu Toshkentga ketdi, Toshkentga. Mana bu yerdan mol boylash uchun 4 ta qo'yilgan, bu mol boylash uchun. Bu yonida ham qo'yilgan. Kimga shunaqa prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Mana bu yerda otlarga yasalyapti mana. Mana bu yerda bittasi Qoraqalpog'iston Respublikasiga. Mana otga. Mana bu ham Qoraqalpog'iston Respublikasiga bitta mostlik. Mana bu yerda ham otga, Xorazm viloyatiga. Mana bu prinsipimiz Toshkentga bir mostlik. Bu ham Toshkentga. Mana bu yerda yana prinsiplarimiz bor. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. Kelsangizda xudo xolasa 2 soatga ustanobga qilib, chiroyli qilib, hujjatlari bilan, shu spravka hujjatlari bilan berib yuboramiz. Mana bu yerda mol prinsipimiz bor yana tayyor. 1.60 ga 2.60. Bu ham baquvvat qilib ishlangan. Mana bu Surxondaryoga bir mostlik prinsipimiz. 1.40 ga 2.60 oldan ochiladi. Xudo xolasa bu ham tayyor. Buni ham jo'natamiz. Mana lastikli balonlar bilan, bro'torlar bilan mana oldi tumishga chiqqan. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa mana shunday chiroyli qilib xalqimizga yetkazib beraveramiz. Shu like bosib, qo'llab-quvvatlab turib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Mana shunday prinsiplarni yetkazib beraveramiz xalqimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.